Bugun men sizga pensionerlar juda ko'p hollarda bilmay qolayotgan, lekin pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap oddiy bir yozuv, oddiy bir ma'lumot. Mehnat daftarchasidagi yoki ish haqi haqidagi hujjatdagi kichik bir qayd haqida ketmoqda. Shu yozuv to'g'ri topilsa, tasdiqlansa va pensiya jamg'armasiga topshirilsa, ayrim pensionerlarning oylik pensiyasi 500 ming, 700 ming, hatto 20 million so'mgacha oshishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqinda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki pensiya hisoblashda faqat yosh va ish staji emas. Balki qaysi davrlar stajga kiritilgani, qaysi maoshlar hisobga olingani, zararli yoki imtiyozli ish sharoitlari bor yo'qligi, mehnat daftarchasida qanday yozuvlar turgani juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni bilmagan odam yillar davomida o'z pulidan ayrilib yurishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam 5 yil, hatto 40 yil ishlagan bo'ladi. Lekin pensiyaga chiqqanda unga kutilgandan ancha kam pensiya tayinlanadi. Pensioner buni ko'rib hayron bo'ladi. Men shuncha yil ishladim, nega pensiyam kam chiqdi deb o'ylaydi. Lekin ko'pchilik bir narsani bilmaydi. Pensiya organlari faqat hujjat bilan tasdiqlangan davrlarni va hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotlarni hisobga oladi. Siz haqiqatan ham ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivda ma'lumot topilmasa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma olinmagan bo'lsa, pensiyangiz past hisoblanib qolishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiyaga chiqayotganda hujjatlarni chuqur tekshirmasdi. Mehnat daftarchasini topshirardi, pasportini berardi, qolganini tizim o'zi qiladi deb o'ylardi. Lekin aynan shu yerda katta xatolik yuz beradi. Chunki mehnat daftarchasidagi har bir satr, har bir lavozim, har bir ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish yozuvi alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar uchun bu yanada muhim. Chunki 1990 yillar, 2000 yillarning boshlarida ko'p korxonalar yopilgan, nomini o'zgartirgan, arxiv hujjatlar boshqa joyga topshirilgan yoki ayrim hollarda umuman tartibsiz saqlangan. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Elektron tizimlar kengaymoqda, ayrim ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda. Pensiya qayta hisob-kitob qilinishi mumkin bo'lgan holatlar ko'paymoqda. Lekin bu shuni anglatmaydi. Hamma narsa avtomatik ravishda to'g'rilanadi. Yo'q, pensioner yoki uning farzandlari o'zlari tekshirishi, murojaat qilishi, hujjatlarni yig'ishi, kerak bo'lsa arxivdan ma'lumot olish kerak. Men aynan shu jarayonni sizga sodda qilib tushuntiraman. Eng muhim savol, qaysi yozuv pensiyani oshirishi mumkin? Bu bir nechta turdagi yozuv bo'lishi mumkin. Birinchisi, mehnat daftarchasida kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan ish staji. Ikkinchisi, yuqori ish haqi olingan davr bo'yicha ma'lumotnoma. Uchinchisi, zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlik haqidagi qayd. To'rtinchisi, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish, korxona qayta tashkil etilishi bilan bog'liq davrlar. Beshinchisi, ish beruvchi tomonidan pensiya jamg'armasiga badallar to'langan bo'lsa-da, tizimda noto'g'ri aks etgan davrlar. Masalan, bir ayol 1985 yildan 1980 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor. Lekin ishdan bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan yoki muhr aniq ko'rinmaydi. Pensiya hisoblashda bu davrning bir qismi tan olinmagan. Natijada 12 yil o'rniga 7 yil staj hisoblangan. Agar shu ayol arxivdan buyruq nusxasi yoki ish joyidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olsa, qo'shimcha 6 yil staj pensiyaga qo'shilishi mumkin. Bu ayrim hollarda pensiyani bir necha 100 ming so'mga oshiradi. Yana bir misol. Erkak kishi 1992 yildan 2005 yilgacha zavodda ustachi bo'lib ishlagan. U o'sha davrda yaxshi maosh olgan, lekin pensiya tayinlanganda o'rtacha ish haqi eng past ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblangan. Nega? Chunki u yuqori maosh olgan yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasini topshirmagan. Agar u arxivdan yoki korxona huquqiy vorisidan oltin oylik ish haqi ma'lumotnomasini olib kelsa, pensiya bazasi o'zgarishi mumkin. Aynan mana shu holatda pensiya 300 ming, 600 ming, ba'zan 1 million so'mgacha oshib ketishi mumkin. Albatta bu hammaniki shunday oshadi degani emas, lekin imkoniyat bor va uni tekshirish kerak. Men birinchi navbatda uzoq yillar ishlab, pensiyasi juda kam chiqayotgan pensionerlarga e'tibor qarataman.
Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, bu yerda tekshiriladigan narsa bor. Balki ish stajining bir qismi hisobga olinmagan, balki ish haqi noto'g'ri olingan, balki imtiyozli davr e'tibordan chetda qolgan. Bunday odamlar men aytayotgan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqish shart. Ikkinchi guruh sovxoz, kolxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkiloti, tibbiyot, ta'lim, transport, konchilik, kimyo sanoati, energetika va shunga o'xshash sohalarda ishlaganlar. Bu sohalarda eski hujjatlar ko'p hollarda arxivlarda yotadi. Ayniqsa kolxoz va sovxozlarda ishlaganlarning staji noto'g'ri hisoblanishi ko'p uchraydi. Chunki mehnat kuni, mavsumiy ish, brigada qaydlari, buxgalteriya kitoblari alohida yuritilgan bo'ladi. Oddiy mehnat daftarchasida esa hamma narsa to'liq aks etmasligi mumkin. Uchinchi guruh zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, konlarda, issiq sexlarda, kimyoviy moddalar bilan ishlaydigan sexlarda. Og'ir yuk tashish, payvandlash, qozonxona, metallurgiya, tibbiyotning ayrim bo'limlari, yuqumli kasalliklar bilan ishlash, rentgen xonalari kabi joylarda ishlaganlar. Bunda ishlarda lavozim nomi juda muhim. Mehnat daftarchasida lavozim oddiy yozilgan bo'lsa, masalan ishchi deb qo'yilgan bo'lsa, imtiyoz tan olinmasligi mumkin. Lekin buyruqlarda yoki shtat jadvalida aniq lavozim, ish sharoiti, sex nomi ko'rsatilgan bo'lsa, bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik ishlash davomida to'langan badallar keyinchalik pensiyaga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Vermadan agar odam pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim davrlarda qayta hisoblash masalasi yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda ham ish beruvchi to'lovlarni to'g'ri ko'rsatganmi? Mehnat shartnomasi rasmiy bo'lganmi? Elektron tizimda davrlar aks etganmi? Shular tekshiriladi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq chiqqan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, yuqori ish haqi olgan davrlaringiz bo'yicha ma'lumotnomalar topshirilgan bo'lsa, pensiya hisob-kitob varaqasi sizga tushunarli bo'lsa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir bitta narsani tavsiya qilaman. Menda hammasi joyida deb o'ylashdan oldin pensiya ishingizdagi hisob-kitobni bir marta ko'rib chiqing. Chunki amaliyotda shunday bo'ladi. Odam 10 yil oldin pensiyaga chiqqan. O'shanda unga qanday hisoblanganini hech kim tushuntirmagan. U faqat kartasiga tushayotgan sommani ko'rib yuradi. Keyin farzandi hujjatlarini tekshiradi va ma'lum bo'ladiki, 1996-2000 yillardagi maosh umuman hisobga olinmagan. O'sha yillarda u rahbar lavozimida ishlagan, maoshi yuqori bo'lgan. Hujjat topilgach, pensiya qayta hisoblanadi. Mana shuning uchun hech bo'lmaganda bir marta tekshirish foydali. Tasavvur qiling. Bir pensionerning 25 yil staji hisobga olingan va unga 1.500.000 so'm pensiya tayinlangan. Lekin aslida u 32 yil ishlagan. 7 yil staj arxiv hujjatlar yo'qligi sabab hisobga olinmagan. Agar u arxivdan tasdiq olib kelsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu oshish aniq qancha bo'lishi shaxsiy ishga bog'liq. Lekin 200.000 yoki 400.000 so'm farq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Endi boshqa holat. Pensionerning staji to'liq, lekin ish haqi noto'g'ri davrdan olingan. Masalan, u bir davrda oddiy ishchi bo'lgan, keyin brigadir, keyin sex boshlig'i bo'lgan. Pensiya hisoblashda past maosh olingan davr kirgan. Yuqori maosh olingan davr esa hujjat yo'qligi uchun hisobga olinmagan. Agar yuqori maoshli 5 yil bo'yicha ma'lumotnoma topilsa, pensiya sezilarli oshadi. Mana shu holatda ba'zi odamlarda 1 million so'mgacha farq paydo bo'lishi mumkin. Bu hamma pensionerga avtomatik 1 million qo'shiladi degani emas. Bu hujjatlaringiz ichida pensiyangizni oshiradigan asos bo'lishi mumkin degani. Yana bir real vaziyatga yaqin misol. Ayol kishi 3 nafar farzandni tarbiyalagan. Ishlagan davrlar orasida bola parvarishi bilan bog'liqda tanaffuslar bo'lgan. Ayrim hollarda bunday davrlarning hisobga olinishi qonunchilikdagi shartlarga bog'liq. Agar hujjatlar to'g'ri berilsa, bola tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ish joyidagi buyruqlar mos kelsa, staj masalasi qayta ko'riladi. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri lavozim nomi bilan bog'liq. Odam aslida zararli sexda payvandchi bo'lib ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ish deb yozilgan yoki odam rentgen bo'limida ishlagan. Lekin hujjatda umumiy hamshira deb ko'rsatilgan. Pensiya organi bunday yozuvga qarab imtiyozni tan olmasligi mumkin.
Chunki qonun va ro'yxatlarda lavozim nomi, ish sharoiti, bo'lim yoki sex turi aniq ko'rsatiladi. Bunday paytda nima qilish kerak? Men odamlarga shuni aytaman. Faqat mehnat daftarchasiga tayanib qolmang. Ishga qabul qilish buyrug'i, lavozimga o'tkazish buyrug'i, shtat jadvali, ish haqi qaydnomasi, shaxsiy varaqa, mehnat shartnomasi, arxiv ma'lumotnomasi kabi hujjatlar ham ahamiyatli. Agar bu hujjatlarda sizning haqiqiy ish joyingiz va vazifangiz aniq ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qilish mumkin. Yana bir nozik masala, korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, avval zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyati bo'lgan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Mehnat daftarchasida eski nom, arxivda yangi nom, elektron bazada esa umuman boshqa nom chiqishi mumkin. Bu holat pensioner foydasiga hal bo'lishi uchun korxona qayta tashkil etilgani yoki huquqiy voris kimligi haqida ma'lumot ham kerak bo'ladi. Endi juda muhim narsani aytaman. Har qanday qo'shimcha hujjat avtomatik ravishda pensiyani oshirmaydi. Hujjat qonuniy bo'lishi, muhr, imzo, sana, buyruq raqami, davr, lavozim, ish haqi summalari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi uni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Shuning uchun arxivdan hujjat olayotganda falonchi ishlagan degan umumiy gap yetarli emas. Unda qaysi sanadan, qaysi sanagacha, qaysi lavozimda, qaysi buyruq asosida ishlagani ko'rsatilishi kerak. Ish haqi ma'lumotnomasi bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Ayrim odamlar menga katta maosh yozib berishsin deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri va xavfli yo'l. Faqat arxivda, buxgalteriya hujjatlarida, ish haqi qaydnomalarida mavjud bo'lgan real summalar ko'rsatilishi kerak. Soxta yoki asossiz ma'lumot keyinchalik muammo keltirib chiqaradi. Men doim qonuniy yo'lni tavsiya qilaman. Chunki pensiya masalasida har bir raqam hujjat bilan tasdiqlanishi shart. Yana bir xato, odam faqat og'zaki borib so'raydi. Unga sizga qo'shimcha chiqmaydi deyishadi. U esa qaytib ketadi. Og'zaki javob bilan cheklanmaslik kerak. Agar sizda asos bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Ana shunda siz nima sabab rad etilganini bilasiz. Balki bitta hujjat yetishmayotgandir. Balki arxiv ma'lumotnomasida lavozim noto'g'ri yozilgandir. Balki siz boshqa davr bo'yicha ma'lumot olib kelishingiz kerakdir. Men sizga aniq ro'yxatni aytaman. Birinchi navbatda pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak. Ikkinchi, mehnat daftarchasi kerak. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, uning o'rnini bosuvchi arxiv ma'lumotlari, buyruqlar, shartnomalar, ish haqi qaydnomalari kerak bo'ladi. Uchinchi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. To'rtinchi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Beshinchi, arxivdan olingan ish staji, lavozim va ish sharoiti haqidagi tasdiqlar. Agar siz zararli yoki imtiyozli sharoitda ishlagan bo'lsangiz, qo'shimcha ravishda sex nomi, lavozim nomi, ish sharoiti, shtat jadvali, attestatsiya hujjatlari, korxona buyrug'i kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar harbiy xizmat davri bo'lsa, harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak. Agar bola parvarishi davri masalasi bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari va mehnat daftarchasidagi tegishli tanaffuslar muhim bo'ladi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, qo'rqmang. Ko'p hollarda hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Siz arxivga murojaat qilib, qaysi korxonada, qaysi yillarda, taxminan qaysi lavozimda ishlaganingizni ko'rsatishingiz kerak. Arxiv xodimlari sizning ma'lumotlaringiz asosida qidiruv qiladi. Lekin murojaatda imkon qadar aniq yozish kerak. Korxona nomi, joylashgan hududi, ishlagan yillaringiz, bo'lim yoki sex, lavozim, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, oldingi familiya ham yoziladi. Birinchi qadam. Pensiya hisob kitobingizni ko'ring. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini so'rang. Iloji bo'lsa, yozma shaklda ma'lumot oling. Sizga hammasi bazada bor deyishsa ham, qaysi yillar kirganini, qaysi yillar kirmaganini aniqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni satrma-satr tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi, lavozim, buyruq raqami, muhr, imzo bormi? Hammasiga qarang. Agar biror joyda sana tushunarsiz bo'lsa, lavozim umumiy yozilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa bu joylarni alohida yozib qo'ying. Aynan shu joylar keyinchalik pensiya oshishiga sabab bo'lgan yashirin nuqtalar bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, yuqori maosh olgan davrlaringizni eslang.
qaysi yillarda lavozimingiz yuqori bo'lgan? Qaysi yillarda qo'shimcha to'lov, mukofot, ustama, zararli sharoit uchun haq olgansiz? Qaysi korxonada maoshingiz boshqalarga nisbatan yaxshi bo'lgan? Ana shu davrlar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasini izlash kerak. Pensiya hisobida o'rtacha ish haqi muhim bo'lgani uchun past maoshli davr o'rniga yuqori maoshli davr hujjat bilan tasdiqlansa, natija sezilarli bo'lishi mumkin. 4-qadam arxivga murojaat qiling. Arizangizda shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Pensiya qayta hisob kitobi uchun ish staji, lavozim va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Agar zararli ish sharoiti bo'lsa, buni ham alohida yozing. Ish sharoiti va sex nomi ko'rsatilgan hujjatlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. 5-qadam. Hujjatlarni pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan topshiring. Arizada taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling, asl nusxalarini esa ko'rsatish uchun olib boring. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Chunki keyin murojaatingiz ko'rib chiqilganini nazorat qila olasiz. Birinchi xato, men qarib qoldim, endi foydasi yo'q deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Agar pensiya noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar asosida hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar bilan qayta ko'rib chiqish mumkin. Albatta, to'lov qaysi sanadan o'zgarishi qonunchilik va murojaat sanasiga bog'liq bo'ladi. Lekin hech bo'lmaganda kelgusi oylarda ko'proq pensiya olish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchi xato, farzandlar ota-onasining hujjatlariga befarq qaraydi. Men ko'p hollarda ko'raman, ota yoki ona kam pensiya oladi. Lekin farzandlari mehnat daftarchasini bir marta ham ochib ko'rmagan bo'ladi. Aslida farzandlar yordam berish kerak. Chunki arxivga borish, ariza yozish, eski korxona nomini topish, hujjatlarni solishtirish keksa odam uchun qiyin bo'lishi mumkin. 3-xato, faqat tanish bilish orqali hal qilmoqchi bo'lish. Pensiya masalasida eng kuchli narsa tanish emas, hujjat. To'g'ri yozilgan ariza, aniq arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasidagi mos yozuv, ish haqi qaydnomasi. Shular bo'lsa, masala qonuniy ko'rib chiqiladi. Shular bo'lmasa, og'zaki gap yordam bermaydi. 4-xato, hujjatdagi kichik xatoni ahamiyatsiz deb bilish. Familiyada bitta harf farq qilsa, sana noto'g'ri bo'lsa, otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, arxiv aniqlashtiruvi kerak bo'ladi. Mayda tuyulgan xato pensiya hisobida katta to'siq bo'lishi mumkin. Siz pensiya jamg'armasiga borganingizda umumiy pensiyamni oshirib bering demang. Aniq gapiring. Mening falon yillardagi ish stajim hisobga olinganmi deb so'rang. Pensiyam qaysi ish haqi davri asosida hisoblangan deb so'rang. Men taqdim etgan arxiv ma'lumotnomasi qayta hisob kitobga asos bo'ladimi deb so'rang. Agar rad etilsa, yozma javob berishingizni so'rayman deb ayting. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Masalan, hujjatda lavozim ko'rsatilmagan, ish haqi summalari tasdiqlanmagan, davr ilgari hisobga olingan, ma'lumotnoma belgilangan talabga mos emas kabi sabablar bo'lishi mumkin. Ana shu sababni bilganingizdan keyin muammoni tuzatish osonlashadi. Agar lavozim yetishmasa, arxivdan lavozim bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'raysiz. Agar ish haqi yetishmasa, buxgalteriya qaydnomalarini izlaysiz. Agar davr allaqachon hisobga olingan bo'lsa, boshqa davrlarni tekshirasiz. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech kim sizga hujjatlarni ko'rmasdan sizning pensiyangiz aniq 1 million so'mga oshadi deb kafolat bera olmaydi. Bunday va'dalarga ishonmang. Har bir pensionerning ish staji, ish haqi, lavozimi, hujjatlari, pensiyaga chiqqan sanasi, amaldagi hisob kitobi alohida. Lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'p odamlar o'z hujjatlarini tekshirtirmagani uchun kam pensiya olib yuradi. Asosiy fikr mana shu: siz tekshirmasangiz, hech kim sizning o'rningizga eski arxivlarni kovlab, pensiyangizni oshirishga harakat qilmasligi mumkin. Shuning uchun bu mavzuga jiddiy qarang. Bir kun vaqt ajrating, mehnat daftarchasini oling, barcha ish joylarini yozib chiqing. Qaysi yillarda yaxshi maosh olganingizni eslang, qaysi joylarda og'ir yoki zararli sharoitda ishlaganingizni belgilang. Keyin pensiya jamg'armasiga va arxivga murojaat qiling. Bu ish biroz vaqt oladi. Lekin natijada har oy qo'shimcha pul olish imkoniyati bo'lsa, bunga arziydi. Chunki pensiya bir martalik to'lov emas,
har oy keladigan daromad, har oy 300 ming so'm farq yiliga 3 million 600 ming so'm degani. Har oy 700 ming so'm farq yiliga 8 million 400 ming so'm degani. Har oy 1 million so'm farq esa yiliga 22 million so'm degani. Bugun men sizga pensiyani oshirish mumkin bo'lgan eng muhim masalani tushuntirdim. Mehnat staji, yuqori ish haqi, imtiyozli ish sharoiti va arxiv hujjatlaridagi yozuvlar. Oddiy ko'ringan bitta yozuv, bitta buyruq, bitta ma'lumotnoma pensionerning oylik daromadiga katta ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, buni o'zingiz tekshirmasangiz, xatolik yillar davomida bilinmay qolishi mumkin. Hozir sizdan iltimosim, ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki o'zingiz pensiya olayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasini bir marta sinchiklab ko'rib chiqing. Qaysi yillar hisobga olinganini aniqlang, arxiv hujjatlarini izlang, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiya hisobida shunday muammo bo'lganmi? Qaysi yillar hisobga olinmagan? Arxivdan hujjat olishga harakat qilganmisiz? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yetkazing.